Nima ish ko'radi aka? Belda og'riq borda. Belda og'riq doimiymi? Yaqin olib qoldi. Egalari ham bo'lib turardi. O'tib ketardi. Ha, ilgarilar ham bo'lib turgan. 180 aka. Hop. O'rningizdan turingchi. Hop, aql o'giring. Oyoqni juplab turing. Hop, bo'yinni, yelkani tekshirganimizda shishlar bor, belda qiyshayish turibdi, belda ham shish turibdi. Og'riq kuchayadimi shunda? Chapga egiling. Harakatli cheklangan. Mana bundacha. Og'riq yo'qmi? Shu tomonda bor. Bor. Mana bundacha. Bunda yo'q. Oyoq uchida yuraychi. Yo'qmi? Ha, yuring. Og'riq kuchaymayaptimi? Yo'q. Menga qarab, tomonda yuring. Baq, mana. Og'riq kuchaymayaptimi? Hop, yoting bu yerga, to'planib ichib yoting. Hop, mana ko'targanda og'riq. Yo'q. Hop, mana ko'targanda og'riq. Avval chap tomonga. Hop, mana aylantirganda. Yo'q. Aylantirganda. Uzating. Mana aylantirganda og'riq. Yo'q bunda. Bundachi? Sağ. Hop. O'tiring. Grijani yaqqol belgilari paydo bo'lgani ko'rinib turibdi aka. Hop. MRT qildirmadingizmi MRT? Yo'q. Hop, bu holatda birinchi o'rinda MRT qilib ish boshlash kerak. Familiyangizni ayting. Birinchi MRT qilasiz, yana ish boshlaymiz. Darajasini bilishimiz kerak, nimalar to'g'ri keladi. Mana shu ertalab bir pasaj qilgandan kunduzi sal qimlab harakat qilib ketgandan keyin ancha bilinmay qolasiz. Hozir sizni vaziyatingizga moslab turib, lechena qilib beraman hozir. Keyin hozir sizni kasalingizga moslab turib bir qism lechenani hozir qilib turamiz. Ya'ni MRTda uni darajasini bilib olamiz. Hozirgi vaziyatingizga moslab ukol-pukorlar bor, fizioterapiyalar bor, shularni qilish kerak. Hop, uyushli yo'qmi uyushli? Ush. O'sha o'tirib qolsam chap oyog'imda bor. Ko'proq uyush bo'ladi. Siz oldinga, orqaga tashlaysiz. Nafas oling, chiqaring. Nafas oling, chiqaring. Aqyonchalar. Hop. Bir uzating. Hop. Nafas oling oldinga, chiqaring. Yaxshi o'zgarishlar. Osmonga qarang. Ha, bo'sh qo'y. Oh. Suyali zo'r. Bo'shashibdi. Ko'z tegmasin. Bo'sh. Hop, tushing aka. Qo'lni bosh orqasiga. Gavdangizni bo'shashtiring. Oh. Oh. Hozir, ozgina dam o'tsin. Yaxshi. Endi oyoq uchida yurib ko'ring-chi. Kuchaymayaptimi og'riq? Yo'q. Menga qarab, tovonda yuring. Kuchaymayaptimi? Yo'q. Hop, o'ngga chapga yengil egiling. Kuchaymayaptimi? Hop, yengil o'tirib turing-chi. Kuchaymayaptimi? Yaxshi. Yo'q. Qayda og'riq kelyapti? Mana chap tomonimda. Xiyol qoldi. Hop, yoting bu yoqqa joyingizga. Lassigi simptomi deydi, mana birinchi kunlari og'riq bor edi mana. Hozir yo'qmi? Yo'q. Hop, aylantirganimda og'riq yo'qmi? Qiya. Mana bundachi. Yavaş. Hop, Bu ikisinden dedi. mana bundachi. Yo'q, bunda yo'qmi? Hop, mana bundachi. Yo'q. Bundachi. Bunda yo'q. Hop, bunda. Yo'q. Yo'q. Hop. Tushunarli. Yon boshlab yotib sekin o'tiring.
Ha, shundoq. Sekin o'tirasiz. Hop, necha foiz yaxshisiz umumiy hisobda? 90%. 90% yaxshisiz. Endi mana 90% yaxshiligingiz, mana harakatingiz yaxshi bo'lyapti, uyqular yaxshi, doimiy og'riqlar yo'qolgan. Xurgulus o'tishning og'riqlar. Endi o'tirib turgandagi og'riqlar u sekin-sekin yo'q bo'ladi. Mana bugun 5-kun. 4 kunlik muolaja natijasini bugun aytyapsiz. Bugunlikini yana ertaga aytasiz. 100% gap chiqamiz. O 7 kun tugaguncha, xudo xolasa. Sog' bo'ling. Davomli bo'lsin.